Matematikani o'rganishda yo'l qo'yiladigan top 5 ta xatolar ro'yxati. 5-o'rin. 2 ni kubini hisoblang deb o'quvchilarimizga bersak, ular hisoblab 2 kara 3 teng 6 deb yozishadi. Bu esa xato. Aslida 2 ni kubi degani 3 ni 2 ni ko'paytirish, ya'ni 8 degani. 4-o'rin. 3x + 9 taqsim 3 ni soddalashtiring desak, 3 bilan 3 ni qisqartirib nima deyshadi? X + 9 deyshadi. Bu ham xato. O'zi aslida 3 ni chiqarib x + 3 qilamiz, taqsim 3 qilib, keyin 3 ni qisqartirib, natija x + 3 bo'lishi kerak. 3-o'rin. X + 3 ni kvadratini hisoblang desak, x kvadrat + 9 yozib kelishadi. Bu esa xato. X + 3 ni kvadrat degani x kvadrat + 2x kara 3 + 3 ni kvadrati, ya'ni x kvadrat + 6x + 9 degani. Xo'sh, 2-o'rin. -4 ni kvadratini hisoblang desak, kvadrat minusni yeydi deb buni 16 yozishadi. Bu esa xato. Buni aslida -1 kara 4 kara 4 deb yozish mumkin. Bu esa -16 ga teng. 1-o'rin. 3 taqsim x teng 6 tenglamani ishlab, x teng 6 ni 3 ga bo'lib 2 deyshadi. Bu esa xato. Aslida x ni proporsiya qilib 3 teng 6x yozib, ikki tarafni ham 6 ga bo'lib, 1 taqsim 2 teng x. Ya'ni x'imiz 1 taqsim 2 ga teng deyish kerak. Siz qanday xatolarga yo'l qo'ygansiz? Kommentariyada yozib ketamiz.